Assalomu alaykum, xayrli kun. Bugun mana dushanba, seshanba kunlar hamma ishchilar ishga qarab jo'nab qolishadi. Ishga borib kelishadi, 8 dan 5 gacha ishlashib, oylik olishadi. Oylik o'sha aytgan vaqtlarida, aytgan chizlarda tushadi. Oylik olayotganda qarasangiz, unga qisgan, bunga qisgan, xullas o'ylab ko'rgan oyligingizga qaraganda olgan oyligingiz kamroq chiqadi. Bizda masalan Befrik kompaniyasi o'sha 7 yildan beri ijtimoiy tarmoqlarda ishlayotgan bo'lsa, 7 yildan beri avgust oyida internet politsiyachilari tomonidan proverka qilinib turadi. Litsenziyalangan loyiha bu, chestniy, prozrachniy, qonuniy. Bizda 58 ta davlatdan o'sha 500 mingdan ortiq insonlar ishlashib daromad qilib kelishyapti. O'sha uyda o'tirib, divandan turmasdan, miyani ishlatib, kallani ishlatib daromad qilib kelishyapti. Qilgan daromadi o'sha o'zini qilgan mehnatiga yarashadi. Hech kim unga ishtirok, bunga ishtirok, unga bunga deb olib qolmaydi-da oyligini. Shu o'ylagan oyligi o'ziga tushadi. Qilgan harakatiga, qilgan mehnatiga yarasha oyligini oladi va xursand bo'lib ishlab yurishadi. Sizga ham qiziq bo'lsa, shu profilimda silkam bor, o'ting Telegramga, o'rgataman.